Mahfirat meniki bo'ladi. Meniki bo'ladi. Chunki muhabbat qama uraman. Big'illataman, tushundingmi? O'ldirib qo'yaman deyapman. O'ldirib qo'y. To'xta. Zatni berma. To'xta, eshit. Eshitaman. Senga pora beraman. Pora? Ha. Shunda mahfirat meniki bo'ladi. Bo'laveradimi? Arzimagan pora bersang, mahfiratdan kech. Sen menga ishon deyapman-ku. Qani? Men kepkani kiysam yosh ko'rinaman dema. Senga mana haqiqiy anjan do'ppi beraman. Men uni kiy. Qalay o'tirdi? Bilmayman, sen bilasan. O'ta go'zal o'tirdi. O'ta go'zal. Mana senga sovg'a bo'ladi. Vo, qani? Anjalli bola to'ys. Ha. Arzisa beraman mahfirat. Arzimasa och. Men katta chupa-chups bo'ladi. Vo'naynimga. Ichida hamma yo'qlari bor. Jivachka deysanmi, shiribom deysanmi, saqish deysanmi, luboy narsa bor. O'yinchoqlar deysanmi? Meni bunga o'rgatib qo'yib, keyin qaydan topaman? Sen jim turib tur deyapman. Mana o tuxumligi. Bu bedan emas, tuya qush tuxumi. Qani? Mana. Hop, keyingisi. Chiroyli bo'pti lekin. Mana kaptoyligi. Top, ha? Ha, topligi ushab tur. Qani? Jo'jani. Mana jo'jaligi bo'ladi. O, malades. Mo keyingisi ham bor. O'sha mahfirat ismi ham esimdan chiqibdi. Keyin maptunamidi, nima edi? Mana chupa-chups to'g'ri, kichkinasi bo'ladi. Mana mas sovg'alar senga, mahfirat menga bo'laveradimi? Kim u mahfirat? Tanimaysan. Jo'ra do'stim. Seni do'stim, senga deyapman. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi bu sovg'alarga o'rganib qolsam, jiyanlarga bersam, qaydan topaman buni? Buni do'konlardan topasan. Hamma do'konlar. Hamma do'konlarda. Keyin sen Namanganlisan-ku, Namanganlik dillerlarga aytgin. Chiqishmoqchi bo'lsa, magazinlarga tarqatishmoqchi bo'lsa, sразу mo nomerlarga aloqaga chiqishsin. Namanganlik akalar, ziyomlar, Liboy magazin, Anjalli to'ys o'yinchoqlar bilan shartnoma qilib ishlamoqchi, hamkorlik qilmoqchi bo'lsalaring, mana shu nomerlarga big'illatsalar, mana gaplashaverasizlar o'zi bilan. Bo'ldi, sog' bo'l. Salomat bo'l. Mahfirat seniki. Davay. Sovg'a bo'lsa bo'ldi meniki. Lo'ridan yig'lama. Assalomu alaykum amaki. Yig'lama amaki emas. Seni ashi qiynayotgan dadam bilan ukay, aslida men ularga 27 yil avval seni tashab ketganman. Aslida otang menman, bolam. Rostdanmi? Men seni otangman, bolam. Dada. Bo'ldi, siqilma, yig'lama. Seni olib ketgani keldi. Mo anjan do'ppini kiy. Kiy o'g'lim. Senga mana anjalli bola to'y solib keldim. Chupa-chups. Mana kichkina chupa-chupsligi. Mana tuxumligi. Mana koptoyligi. Mana jo'jaligi. Endi yig'lama, endi sen meni bolamsan. Yillargacha qiyinchilik bo'lib, shu Qodirga tashab ketdim. Shunaqa ham yaxshi dada bo'ladimi? Bo'ldi, yig'lama o'g'lim. Rahmat. Fermer xo'jaligim bor, 1000 ta ot, 500 ta qo'y, 600 ta mol bor. Hammasiga hashay berasan, tezlash. O'zing eski dadam yaxshi ekan. Yo'qki, zo'rg'a o'ldiraman hozir men seni. 17-da men Xitoydaligimda to'yim bo'pti, biroz aytmaysanmi? Birinchi sen ana o'zligingni unutma, kimlar bilan tanishgansan, bunday chaqir, bunda kelamiz, xizmatda bo'lamiz. Eshitasizmi? Eshiting, to'yim bo'lgani yo'q, men anjan do'ppini kiying. Nima hammaga to'yim anjan do'ppini istoriya qo'ydi. Kiyinsin. Hop, yuring to'yga deb. Mo sovg'ani oling. Hop, Tushaylik, hozir gaplashamiz. Nima boshlading endi? Aka, xudo xolasa anjonli bola brend asosida anjonli bola to'y. Sizga havas qilaman. O, gap yo'q. Sizga havas qilaman. Gap yo'q, qani bitta sekin ko'ramiz endi. Alini komandasiga omad tilaymiz. Nima qilsa biz xursand bo'lamiz. Qani? O, ana kakraz hozir Yasminiga o'yinchoq olib kiraman deb kirib ketdim. O, ana. Qo'liga. Dada. Kichkina chupa-chupsligi. Hamda kichkina mana jo'jaligi. O, gap yo'q. Assortiment 5 xil assortiment bo'pti, gap yo'q. Anjonli bola to'yisiga omad, men xursandman o'zimiznikilar shunaqa narsa qilayotganiga. Olinglar, yana dillerlarga hozir murojaat qilsana, dillerlar aloqaga chiqinglar, do'konlarga tiqib tashlaylar bu, qaranglar mana 5 xil mahsulot endi ichiga solib hozir sizga havas qilib endi xudo xolasa boshladik, joningiz sog' bo'lsin. Ana. Bu albatta sizga do'ppa endi videolarga kerak bo'ladi. Ha, do'ppa qoladi anjancha do'ppa, haqiqatan. Olib hammaga ayting. Men o'zi ali birinchi maslahatlashgandi men bilan. Aka, shunaqa qilmoqchiman, nima deysiz? Xafa bo'lmaysizmi deydi. Men xafa bo'laman dedim. Sen qancha narsa qilsa, bizani bolalar, o'zimizni aristokratlar, yigitlar, nechta narsa qilsa biz xursand bo'lamiz, biz xizmatdamiz. Anjonli bola to'yisiga omad, bosinglar. Nimaga qalbimni o'ynayapsan? Sevgim senga o'yinchoqmi? Nimaga men aytganimni qilmaysan? Eshit meni gapimdan gapirayotganda gap qo'shma. Bo'ldi, Behruz, bo'ldi. O'zingiz bosing, mana anjon do'ppini kiying. Mo sizni qalbingizda o'ynayotgan qizga mana uni bering, mana shu anjonli bola to'yisda o'ynasin. Mana ichida, mana. Eshitib gapirmay tur. Bo'ldi, mana katta chupa-chups bor. Kichkina chupa-chups bor. Koptoyligi bor. Keyin mana tuxumligi bor.
Keyin mana jo'jaligi bor. Shu qizingizga bering, sizni qalbingizda o'ynaguncha mana shu narsalarni o'ynasin, Behruz. Bo'ldi-da endi tomoq ham ketadi-yu, o'lib qolmang. Ne mana uni sovg'a? Farg'onalikmisiz? Farg'onalik dillerlar mana shu raqamlarga murojaat qilasiz. Qaysi? Mana chiqib turibdi-yu. Ha, Bo'ldi, o'zingizni bosing. Rahmat. Ha. Nima? O'ynagani boshqa narsa olib ketyapsan, senga qarab tur. Jamoaligicha qoyil qolaman bilasizmi nimaga? Chunki televideniyani ham bor bilasizlar. Arvon ko'rdim tuyalaring bozlab. Irodapanmi? Irodapan ko'rib qoldim. O'tib ketayotgan yo'lingizdan chiqib qoldingiz. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi qanaqasiz? Ketayotdingizmi? Blokod nima olasizlar? Yaxshi ham yo'limizdan chiqib qoldingiz. O'zi sizga yengillik bor deb yozuvdim. Sizga bitta sovg'a olib keldim. Komandamiz bilan birgalikda Anjarli bola brendiga asos solganmiz. Birinchi biznesimizda xudo xolasa Anjarli bola to'ys o'yinchoqlari bo'ldi. U sizga beraman deb yurdim, sizni topolmayotganini o'tib ketayotdim keyingi syomkaga. Sumka bilan mos ekan. Va mana qarang, patsvet sumkalar bilan bir xil ekan. Kelman, televideniyada qilishadi. Biz televizion ish qilamiz-ku sizni orqasiga. Ha, ket. Lekin katta cho'pis buni ichida hamma narsa bor. Yosh bolalarning o'yinchog'i ham bor, shirinliklari ham bor. Ekan-a. Ko'ptovchaligi, tuxumchaligi, yana ko'ptovchaligi, kichkina jo'jachaligi, xullas 5 xil assortiment ishlab chiqardik. O'sha ko'p sopsizlar. Mana sizga milliy Anjan Buni do'ppisi. ayollar kisi bo'ladi. Albatta. Jamoaligicha qoyil qolaman bilasizmi nimaga? Chunki televideniyani ham bor bilasizlar. Instagramni ham bor bilasizlar. Biznesni ham Xudo xolasa. Nimaga ijtimoiy tarmoqda yuvib qoldingiz, televideniyada yuvib qoldingiz, Instagramda yuvib ketdingiz? Xudo xolasa yangi yildan keyin qaytamiz. Hozir juda ham ishimiz ko'p. Yangi yil kontentlarini olamiz milliy telekanali uchun. Ishlarimiz ko'p. Siz ham keling. Kadr ortdasiz. Ha, keling. Bo'ldi, xudo xolasa обязательно o'taman. Mana milliy brendlarni-chi rivojlantirish kerak. O'zimizni brendlarni rivojlantirish kerak. O'zbekistonni barcha do'konlarda topsa bo'ladi Anjar Motors o'yinchoqlarini va Leboy do'kondan kirib, yo'q bo'lsa bitta zakaz qilsa, 5 minutda shu do'konni rastalarini to'ldirib tashlaydi. Omadinglarni bersin ortiq hali. Bilasiz, ukajon, siz qanaqa yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Rahmat. Молодец. Xo'sh keldik. Zo'r. Javaylar. Bo'ldi, deyapman men sizga diyor aka. O'tay mana. Sovg'a bermaguncha qo'yib yubormayman. Bo'ldi, deyapman. So'ra berding? So'rayapti, odam o'lib qoladi, ular gunoh ko'rib qoladi. So'ra berdingizmi? Anjan do'ppiniki aka. Anjan bola brend asosida chiqyapmiz. Katta cho'p. Mangami bu toshini? Bu sizga. Qo'ymaysanmi? Ha, Fatima Zuhroya berasiz, bola katta o'ylik aka. Toshma. Mana katta o'ylik. Siz narsa bersa qo'yib yuboray aka. Kichkina cho'pa-cho'pisligi. Mana tuxumlik aka. Cho'ta tanish. Mana o'rdakchalik. O'rdakcha ishqil chaqilib ketyapti. Mana ichida yana o'yinchoqlar bor, do'ppi sizga. Mana bu narsa bir zo'r kreativ narsa bo'libdi o'rtoqlar. Andijonlik bola to'y. Tog'amlar Xorazmlik bo'lgani, Xorazmlik dillerlar mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Umuman butun respublika, qo'shni davlat, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, qolgan qo'shni yurtdagi do'stlarimiz bemalol chiqishinglar mumkin. Andijonlik bola to'y. Oldi berdiga tayyor, xudo xolasa. Albatta. Xullas Andijonlik bola to'ysga omad tilaymiz. Omad tilaymiz. Men oxirida nima demoqchiman? Sovg'a bersangiz qo'yib yuboradi. Inson nima deydi? Chin dildan xohlasa albatta natijaga erishar ekan. Albatta. Lekin bu maqsadga erishish uchun yonida bitta do'st bo'lgani yaxshi ekan. Sen bilan ish boshlagan necha 1 yil bo'ldi-a, Jo'rajon? 1 yil bo'ldi. Birga shu ishladik, yelka-melka turdik, har xil muammolarni birga yechib o'tdik. Ana endi biz o'sha orzu qilgan, Ichimga sig'may ketaman. mana ham ichimga sig'mayapti. O'sha orzu qilgan kunga erishdik va biz mana Erkin bilan birga Andijonlik bo'lib to'y o'yinchoqlarini oldik. Buning ichiga nimalar bor? Ana katta chupa-chups bor. Mana bu dumalog'i bor. To'pcha. Ana tuxumligi bor buni. Ana bunasi kichkina chupa-chups ham bor. Buni zo'rda qopchasi bor, uzunga kiydirib qo'ysang bo'laman uni yig'il. Jo'jachalari. Buxorolik dillerlar ana nomerga telefon qilasizlar, bemalol hamkorlik ishlashingiz mumkin. Ya onasini emsa bir normalniy bloger topinglar deganman men sizlarga. Nimasi yomon? Bo'lmasa men buni ushlayman. Bunaqasiga aylanishim kerak. Bu yoqqami? Ketdi.